Rashid davrlarida bir Yahudiy bo'lgan, Yahudiy. Shu Yahudiy Harun ar-Rashidning ilmiy majlislariga kirib o'tirar ekan. Musulmoncha kiyinib olib o'tirar ekan. Harun ar-Rashid uni ko'rib qolib, hamma ketgandan keyin to'xtatib, "Sen musulmon emassan, to'g'risini ayt" degan. "To'g'ri aytdingiz" degan. "Men Yahudiyman" degan. Faqat degan, islomni o'rganyapman, shu majlislarda o'tirib qatnashishingga ruxsat bering degan. Aytmang meni boshqalarga Yahudiylik. Men qabul qilmayapsan. Ba'zi o'rganayotgan narsalarim bor, o'rganib chiqayin, keyin sizga aytaman javobini. Bir qancha muddat yurgan shu majlisda. Oxiri kelib aytgan, "Men musulmon bo'ldim" degan. Nima asosda musulmon bo'lding deganda aytganki, "Men Yahudiyman" degan. Yahudiy tilini yaxshi bilaman. Tavrotni olib, yozib, kotiblik qildim deydi o'zi. O'zim Tavrot yozardim deydi. Shu yozayotganimda Tavrotga ba'zi jumlalarni qo'shib yuborardim. Ba'zi kalimalarni olib tashardim. Odamlarga sotardim, u o'sha din egalari uni olib ketardi Tavrotni. Birortasi kelib shikoyat qilmas edi. Bu yerda bir narsa qo'shilgan, bu yerda bir narsa olib tashalgan demas edi. Qo'shib yuborganlar o'qishib o'radi. Keyin nasroniylarning jamoasiga qo'shildim deydi. Nasroniy kiyimini kiyib olib. Ularning tilini o'rgandim deydi. Ularning lug'atida, ularning injilini ko'chiradigan odamga aylandim deydi. Injilni ko'chirib yozardim. Injilga turli narsalarni qo'shardim, olib tashardim, odamlarga tarqatardim, rohatlab olib ketardim. Birortasi kelib shikoyat qilmadi. "Voy, injilda narsa qo'shilib qopti" demadi. Demadi. Keyin musulmonlarning kiyimini kiyib musulmonlarga chekirdim deydi. Arab tilini o'rganib, Qur'on hattotiga aylandim deydi. Qur'on yozishni boshladim. Qur'ondan bir kalima qo'shib qo'ysam, qorilar Qur'onni sotib oladi. Ilgari faqat qo'lda yozilgandi. Qorilar Qur'onni sotib oladi. Bir kundan keyin qaytib kelishadi. Men qarang, mana bu joyda mana bu harf qo'shilib qopti. Qur'ondan ba'zi kalimalarni o'rnini almashtirib qo'ysam, yana qaytib kelishadi, mana uning o'rni almashib qopti. G'ofurur Rohimning o'rniga Azizul Hakim bo'lib qopti. Shuni bildimki, Qur'onni o'zgartirib bo'lmas ekan. Qur'onga narsa qo'shib bo'lmas ekan. Qur'onning muhofazasi Alloh tomonidan, Alloh o'zini ko'rinmas lashkarlari bilan himoya qilib qo'ygan. Biz ko'zimiz ko'rib turgan lashkarlar qorilar. Qorilarning hurmatini joyiga qo'yish kerak shuning uchun.